Salom bolalar, sizlarga men boss. Bugungi videoda xush kelibsizlar. Bugungi videoda men ishdan qaytyapman. Men ishdan qaytib kelyapman, pul ishlab kelyapman. O'zimni 64 ta ishlab kelyapman. Men uyimga yetib kelyapman, obunachilar. Tak, endi esa mana uyimga salom. Qalaysan, o'rtoq? Qalaysan, Jasur? Salom, yaxshimisan? Seni endi uyingga xabar olgani kelgan edim. Xabar olgani kelding. Nima? Sendan qanaqa gap? Zo'r gap, zo'r, vashchi zo'r. Kayfiyatlar cho'tka, a'lo. Bo'pti unda. Mayli, bo'pti, keyin gaplashamiz. Kechqurun. Xo'p. Mana obunachilar. Qalaysan o'rtoq, yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Ha, yaxshi. Qalaysan, nima qilib o'tiribsan? Choy poy o'tiribsanmi-chi meni uyimda? Ha, ana sen kelishingni kutib o'tiribman. Unda boraver uyingga, men ishlarim qilishim kerak uyda. Bordim. Mayli. Bor uyingga, til saklamay. Bor yaqin. Obunachilar, mana shkafcha ham bor bizda. Bizda pullarim bor. Tak, endi esa o'tiramiz maqsak ekan. To'xtanglar. Telefonim qayerda? Mana qayerda edi telefonim? Qayerda edi? Jiringlayapti telefonim qayerda? Obunachilar. Mana Samsung S Ultra oldim. Kimdir qilyapti. 93. Alo, kim bu? Alo, darsga qachon kelasan? Umiko. Hozir kelaman. Dars edi-ya bugun, o'rtoq. Ha, bu siz darsga kel. Men o'sha darsga eshikni tagidaman. Seni kutib yotibman. Meni kutyapsan. Hozir boraman, to'xta. Hozir. O'tdi. O'jirdim. Obunachilar ismini chiqib maktabga borish. Formalarim olamiz, kitoblarim olamiz. Buni ham olamiz. Pullarim qo'yish kerak. Qo'yamiz. Tak. To'xtanglar. Soat necha bo'ldi? Soat 8:30-9 bo'ladi hozir. Narsa joy-joydami? Bu yoqqa buni, ruchka, buni olamiz. Obunachilar darsga ketish kerak, dars. Voy, shu ham esimdan chiqib ketibdi, dars. Yaxshiyam maktabimiz yonimizda dars. Deb qo'yibdi-ma. Assalomu ustoz, kirsam maylimi, kech qolib ketmadimmi? Menimcha kech qoldik. Mayli, bo'pti, o'tir. Boshqasi qaytarilmasin. Xo'p, ustoz. Ustoz, qaysi fan? Hozir sinf soati, azgincha dam olinglar, sinf soati. Ana hali dars boshlanmaydi. Azginchadan keyin boshlanadi. Hozir boshlanadi. 1 minutdan keyin. Ungacha dam olib turishadi. Menmi? Ha. Mayli, obunachilar. PUBG o'ynab tur. Minecraft o'ynab turamiz. Buni ko'rsak, zombi, qach. O'ldiramiz. Davay, otib tashlaymiz PUBG'ni. Davay. Na. Bo'ldi, dars bo'ldi. Dars boshlanadi. Telefon o'ynamanglar. Xo'p, ustoz, hozir ona tilimi, ustoz? Ha, ona tili. Ona tilini ochinglar. Ochaylikmi? Yo'q, ochma. Ochasan-da, och. Tez. Hop. Qani. Hozir yozamiz. Mana ochib oldik. Daftarni ham qo'yib oldik. Ne. Yozamiz, obunachilar. To'xtanglar. Tak. Yozamiz. Ana kitobimni qo'yaman. Yozaman. Na. Tak, buni olamiz. Ustoz, bo'ldim. Uyishini. Mana qaqa solay. O'rnikka qo'y, sog'liq bor. Chap tarafingda. Hamma? Shunga solish kerakmi? Ha.
Mana uchtasini bajardim. Endi qanaqa fan boshlaymiz? Ona tilini topshirdim. Matematika boshlaymiz. Matematika. Hamma chernimaga olsa, chernimagilar bormi? Ha, ustoz menda bor. Malades. Unda yozamiz. Matematikani daftarimiz ochib olamiz. Kitobimni qo'yib olaman. Hozir qo'yib olaman. O, daftarga yozish boshlaymiz kitob. Na. Takna. Yozamiz. Ruchkani olamiz, yozamiz. Hop, obunachilar yozamiz. Ustoz bo'ldim, men birinchi bo'ldim. Xo'jaroq topshir. Hop. Ustoz tekshirib berdingizmi? Ha, bor 5 baho senga. Bo'ptimi? Malades. Ayta bit senga sovg'am bor. Qanaqa sovg'a ustoz ayting? Orada bitta kitob ol, sindirib. O burchakdagimi? Ha, o'sha zo'r kitob, matematikada. Matematik o'ylab topgan. Mana ayta olaman. Ustoz, mana shu yerda pullik topa olaveraymi? Ha, o'shda olur. Hop, hozir olaman. Bismillah. Voy. Olamiz. Ko'p kitoblar. Bu 7 ta kitob. Rahmat ustoz. Arzimaydi. Davay aro kitoblaring bo'ldi. Uyga ket. Vaqt bo'ldi. Hop, rahmat ustoz. 5 baho qo'yibsiz. Ha. Ustozim ashyo zo'rda. Uyga ketamiz obunachilar. Yuguramiz. Qo'shnim mayli. Kiyimim kir bo'lmasin, forma. Qornim ochdi. Yo'q, pullarim bor bu yerda, ovqat. Kiyimlarimni yechaman. Yo'q, qo'yamiz kiyimlarni. Mana. Hammasini qo'yib chiqamiz. Bizga bunaqalar kerak, iPhone, Samsung kerak. Tak, nima yeysak ekan obedga? Mana shunday go'shtni yeymiz. Hozir o'tirib olamiz. Tak, va mazza to'y qolmay. Keyin qolganini keyin yeymizda, obunachilar. Tak, endi nima qilsak ekan? Qo'shnim chaqirib ko'rak, o'ynadimki. Qo'shni! Voy qo'shni! Eshik ochib ko'rak, qo'shni! Qo'shnim uyda yo'q. Qanaqa qo'shni? Obunachilar, qo'shnim qani? Qo'shni! Salom, o'ynaymizmi nimadir? Ha, Umiko qandaysan? Kim buni fermani tozalashi bor, men aytdi menga. Xo'p, mayli, keyin o'ynaymizmi? Ha, o'ynaymiz. Davay, obunachilar, endi tozalab chiqamiz. Kartoshka o'zingga qolaversin, ha? Ha. Tak, tozalashga yordam beraveramiz obunachilar. Tak, endi buni kiymammi? Ha, Voy, sen ham chiqyapsanmi? Yetib. Ha, yordamlashib qiynalgan bo'lsang. Hop. O, kachuk, va killaringni ol. Qani sveji killaringni. Men ketdim. Davay, o'ynaymizmi nimadir? Ha, men yashlatib bir o'ynayman. Mendan bo'ladi. Davay, sanasan. Nechigacha? 80gacha. Bo'pti. Sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sanyapti obunachilar, sanyapti. O! Qochamiz. Voy, Umiko, bu yoqqa. Ha? Bu yoqqa zo'rda ish bor. Hozir bekim ol. Sen yoningga bekim olsam bo'ladimi?
Ha, yaşdan tupuruk oynayapsan seni. Ha. Ben ağzıma bu loy bile yok koydum. Eski kırdım. Jitil o'tiramiz mana shu yerda. O'tirolmaymiz biz Jitil. Bo'ldi. Ko'maga bo'lsa o'zidan ko'rsin. Uy, qidiryapti. Jitil qidiryapti. Nima qilamiz? O'tiramiz shu yerda. Seni topaman. Ha. Voy. Jitil. Biz ko'ramiz. Bo'ptimi? Keyin tom ko'ramiz. Dom zikki. Men yutdim, kekalini ichdim. Bo'ldi, ana kelyapti. Qo'ch ko'rib bo'ladi. Hop, PUBG o'ynab turaman. Voy, bitta Wi-Fi ishlamayapti. Uyim yonida Wi-Fi bor edi. Ishlamasa ekan. Voy, ishlamayapti. PUBG Minecraft o'ynab o'tiraman. Ishonmasa ko'rki, Grand Mobile o'ynab o'tiraman. Mana zo'r ketyapti. Ha, politsiya tutib oldi. Voy, politsiya tutib oldi meni. Nima qilamiz? Pulni berib yuboramizmi politsiyaga? Ha, yo'q, berasan-da, nima bo'ladi tutib olgandan keyin. Mana pul berdim. Grand Mobile'da. Endi chiqayki. Bolalar, men sizlar topolmaydim. Men uyimga ketdim. Ana, taslim bo'ldim. Yur, yetim. Hop. To'xta, chiqishga yordam berib yuboraman. Chiqish yetil. Bor, uyga ket. Uyimga rosa ko'rdi boshda. Habe. Nishitlam o'z xayolasiga ketdi. Uyga. Ana bu nima? Qora. Yo'q. Voy, to'ytot. Nima qani? Uchilar nima edi? Maxluqmidi? Cho'chib ketdi. Yo'qol, yaramas. Yo'qol. Qoch. Uyim yo'q. Maydu. Yeb yashir. Mayli, uxlayman. Qo'shib olay. Voy, uxlaymiz omlacha. Voy, uyqum ham kelmayapti, yaramas maxluqdan. Voy, yo'qol, skelet. Yo'qol, yaramas. Voy, qorni. Voy, sal qo'lni tikkizishga. Voy, yaramas. Voy, qanaqa maxluq edi. Ay, oyog'imga kirib ketdi, qonyapti oyog'im. Ay. O'ldirdim shu maxluq, yaramaslar. Uyqum kelmayapti. To'g'rimi bu? Chiqamiz. Tak. Yonimga kim bor? Uyqum kelmayapti. Boydan shovqin chiqarib yotibdi deganimda skelet. Maxluqmi? Yo, o'ldir. Voy, pichog'im qani? Pichog'im. Pichoq. Qani men yaramas maxluq. Kirlangan pichog'imni olib kelaman. Ay, oyog'im kirib ketdi. Ay, oyog'imga kirib uzib oldim oyog'imni. Ay, yaramas skelet. Oyog'imga kirib uzib oldi o'qi. Ay, yaramas. Mayli, uxlaymiz endi.
boshlaymiz. Va yana hammaga salom bor. Bugungi videoda o'sha maktab. Ikkinchi choychamda maktabga borish kerak. Soat necha bo'libdi? Soat 7:45. Yes. Ana kech bormaymiz. Sababi erta boramiz. Tak. Aytgancha uyni kreditini tugab, to'lash kerak uyni kreditini. Davay. Ana olib chiqamiz. Tak. Ikkita forma uyni kreditini to'lash kerak. 3 ta izbrut yarim stak. Bo'ldi. Oltin nima qaytarish kerak. Bo'ldi. Endi ketdik. Uyni kreditini to'lash kerak, yana maktabga to'lash kerak, gazga, suvga to'lash kerak. Va qo'shimchadagi to'lash kerak. Aslan uka ustoz qilsa maydimi, kech qolmadimmi? Yo'q, hali tadavvur. Hop, ustoz men remontga pul olib keldim, ustoz. Ana sandiqqa solib qo'y. Necha ming? 10 ming so'm. Izbrut. Hop. Oson. 10 ming so'm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yana ikkita oltin solib qo'y. 1, 2. Bo'ldi, remontga pul to'larmiz, ustoz, bo'ldimi? Dars o'taylik, bo'ptimi? O'tamiz. To'xtang. Bo'ldi. Tak, yozamiz. Tez yozishimiz kerak. Uyni kreditini to'lamasak, bizga katta million qarz qilib qo'yadi. Tak, ustoz, bo'ldim. Bekka solib qo'yaymi? Ustoz, biz o'shga solib qo'y. Tak, bitta fan qoldi. Ustoz, bitta fan qoldi. O'shani qilsam bo'ldimi? Ketamanmi? Ha, mamcha deysan. Hop, yozamiz. Tak, ana. Всё, bo'ldim, ustoz. Hammasini chiki-puki tashlab tekshirib bering. Tek papilina turib. Bo'ldi, tekshirib oldim. 2 sinfdan chiqib ket. Xato yozibsan, bo'yab. Bor sinfdan chiqib ketyapman, kitoblaring oldi. Qo'li yozing, sinfdan chiqib ket. Hop. Tez uyni kreditini ham to'lash kerak. Yana 13 mingdan 5 ming tashib ketdi izbrut. Hop, ustoz. Men 5 ming tashib ketdim. Bo'ldi, yo'qoling, ustoz. Ikki uyni kreditini to'lash kerak. Katta uyni kreditini to'lash. Ismim chiqdi. Ha, bo'ldi, isladim. 12 ta bitta jitilga berish kerak. Uyni krediti bo'ladi. Voy, bu yaramas, yomon ko'raman, o'rnimchak. Bu yerga hisob. Bo'ldi. Ey, jitil, qayerga ketib qolding? Tamom, ishlama bu yoqqa kel. Uyni kreditini olib keldingmi? Voy, nega menga bodring chiqarasan? Nima bu? Xatoymi? Nima bu? Nima? Emas, robotingmi? Ha, portlash uchun. Uyni kreditini olib keldim, ha. Shular. Yana 25 ta kelishgandek. Bo'ldimi, jitil? Bo'ldi. Boya qolmakda men dam olaman. Mazza. Nima qilyapsan, jitil? Yo'qol. Mazza, yo'qol, ko'zing tegmasin. Yo'qol, yaramas. Tushunmaysanmi yoki tushunmayapsanmi? Obunachilar, bu o'lsa narxda paydo bo'ladi. U ana paydo bo'ldi. Ana dumaloq qilib turgan joyda. Mazza. Ahmoq jitil. Puli chiqib qopti. Mayli, qaytarib berish kerak.
ba'zi yigitllar o'ldirgandan keyin, o'lib qolgandan keyin xatlari paydo bo'lib qoladi, yo'qolib qoladi. Kreditni to'laydigan uy qani? Kreditni to'laydigan uy qani? Qanikan endi yaramas. Tosh yiqilib tushdi, boshimdan yiqilib tushdi, shunga urib ketgandim menimcha. O'zinglar ham ko'rdinglar, boshimdan yiqilib tushdi-yu. Salgina qo'rqor yiqilib tushdi. Toshning kalasi urib qolishga urilib ketdi, o'lib qoldi. Qanikan, yo'q ekan. Necha ming to'labdi telefondan ko'rak, kredit bankdan. Sizga $2,000 qo'shildi. Chegirban bankdan bosilib ketdi telefon. Voha, $2,000. Voy bu, vashe zo'r obunachilar. Mana kimdir telefon qilyapti. Alo. Miko, meni uyimga kela olasanmi? Men boshqa joydaman-da. Qayerdasan? Ana shu qishloqlar yonida qara, men qaysi tarafda? Mana katta qasrli uyni yonidaman. Men o'shdamsan, yetim hozir boraman. Obunachilar telefon qilib o'zinglar ham eshitdinglar. Dilin deganni. Qanikan qasrli uy. Tak. Ana. Hozir chiqib qolaymikan. O'ylashmadi. Mana sen telefon qildingmi, yetil? Ha, men yoqqa fokus qilaman. Shunga turib. Nega? Mana shu ekan. Bos. Yo'q. Yaramas yetil. Yo'q, qo'limdan siqilib ketdi. Yetil. Yo'q. Baş. Yo'q, yetil. Na. Yaramas yetil. Sabımızday. Yani tepede bu kadar var. To'xtanglar, soat necha bo'ldi? Mayli, uyga boraman. Yotaman. Turdim, soat necha bo'ldi? Soat 9:45 bo'libdi.